Buningni zooparkda ishlaydi degding. Uyga hayvon olib keladi demaganding-ku. Meni hidim ko'rgangan yo'q, ozgina katta buvosin berib yuboraman. Bu hali katta ham bo'ladimi? Dumalaqcham, o'zing shirinchomsan. Men bolamni ham bunaqa erkalamaganman, ey. Zebo, bu o'rtamizda uxlash shartmi? Bitta o'zi uxlashga qo'rqadi. Endi 6 oylik. Zebo, soatimni ko'rmadingmi? Men qattan bilaman, turgandir o'sha yerda qarasangizchi. Oyijon, bittaga ko'payishamiz. Bezakansiz, lekin xursand bo'ldim. Endi men ham nevara erkalataman, ha? Yo'q, unaqa mehmon emas. Qanaqa mehmon? Mana. Fil bilan jirafa ham olib kelmabsiz-da, keling. Olib kelaymi? Birga yashayverardinglar, o'g'lim bilan ketaverardinglar safarga. Ona, anu keliningizni maymunchasi depressiyaga kirib o'lib qopti-da. Yuring, dalda beraylik. Bir kun kelib maymunning janozasida o'tiraman deb o'ylamagandim. Mani ish uchun dieta qilyapsan-a? Oy, telefonini ko'rmadingmi? Hech qayerdan topolmayapman. Telefon qil. Qo'limdan qayerdandir jinglayapti. Ha, iloji yetib yoribdi. Xavotir olmanglar, bir haftada hazm qilib chiqarib oladi. Kelin, ana shervatchingizga go'sht beruvdim. Yemasa menga qarab turdi. Ha, u kattaroq go'sht yeyish xohlaganda. Nafasingizni yera tushirsin. Nima qilyapsiz? Idish yuvotdim. Nimada? Bavida. Buni qanaqa ishlatadi? Qarang, tog'oraga bavini solamiz, keyin qaynoq suv solamiz. Yuvilishi kerak bo'lib ketgan idishlarimizni solib 10 daqiqa kutamiz. Keyin sovuq suvda chayvoramiz, bo'ldi. Qarabsizki, 10 yildan beri yuvilmagan dog'li ham top-toza bo'ladi, qaling. O, zo'rku. Eshitdingmi? Yugurmasam bo'lmaydi, tualetga ulgurmayman. Ulgurdingizmi? Kirmadim, lekin ulgurdim. Harakat, kelin. Seni seversem Qichkina olgan, balki bitta. Suyulmay, tavba. Harakat, bitta. Nimaga meni doim harakat deyapsiz? Bitta o'ptirganingda shu palakat bo'lmasdi. Ertalabdan bochim bor. Birinchisi. O'san juvan olib kelvaring. Shu o'zingizcha palakat chiqdi-da. Adajon, nima qilyapsiz? Sevara to'g'ilolmi? Ha. Sizga javob Fatmi, unaqa. Trayler. Bir, ikki. Dubl qildik. Ikkita ustunni qo'yib navas qiladi. Adam buni istilmayapti-ku. Arqon bo'ylab nargi ustunga qotirib qo'ylaring. Yalla biram. Qaysi palakat bog'lab qo'ydi buni? Bir, ikki, uch. Oh, uchtasi ag'anabdi. Heytrik kech qolguncha poker qilaman. Tez so'ramasa chalab ketiz. Hop. Menga teg'iz olmading. Palakat. Bir, ikki, uch, to'rt. Oh, to'rtta poker qilib. Qil dedim, qil. Aytmasang birorta o'zingdan bilib shu ishni qilmaysan. Meni nima uryapsiz da? Bordag'ini tez kallangga sko'shtabki. Qachonlarga uchun to'g'asan? Topolmayapman da. Mana. Dada, paket topolmadim, yo'q ekan. Yo'q ekanmi? Yo'q. Yurchi ha? Shuncha paket nima jib qo'yib, buni paket bo'lmaydimi? Och bo'ldingmi? Yo'q, dada, ochilmayapti. Ochilmayapti, mana. Hey, odamlar bolalar borga qo'sha zavod ochyapti. Nega qilyapsan? Sen bitta paketni ocholmaysan. Ha? Qachonlarga yechib bo'lasan? Tugilib qolibdi, dada. Qanaqa tugilib qolgan? Mana kurmak qilib baylangan, mana. Kurmak qilib baylangan. Ochadigani qani buni? Bola bitta edi, ikkita bo'ldi endi boshimga. Ochilmayapti, dada. Nimasini ocholmaysan, bu? Bu lalaku va turistchalik ochib skoch-mukojin izlab yurmaysan. Shunday qilasan, turistlar shunday kiygizasan. Bir razmeri ham bor. Zamonaviy texnologiyalar ishlab chiqarilgan. Namlikda o'tkazmaydi. Eng zamonaviy shu. Miyang tormi yo dutormi? Eshitdim men shu qo'shiqda. Dada, yana nevaralik bo'ldingiz.
Bunisi egizak. Qo'yili, paketni ocholmaysiz, ko'shni ocholmaysiz, lekin buyog'ini qo'yilaverasiz, ey. Mayli, hatiyam shuni yeblarsiz-ku.